Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. G'o'ljidagi hammaga tanishlik bo'lgan Ablat Qarajim Xitoy turmusida shahid qilindi. Ilm mashrab kollektivi iftorlik tasdiqini soldi. Amerika Xitoyni Uyg'urlar qaratilgan bostirishni to'xtatishga chaqirdi. Xitoy Yevropa navbatchi poyezi Urumchi yig'ilish markazi ishga kirishtirilganiga 3 yil bo'ldi. Xitoyda qor yomg'ir sababidan nurg'un odam o'ldi. Misrda nurg'un kishi o'lim jazosiga hukm qilindi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. 20 yilni tajovuz Xitoy kommunistlarining turmusida o'tkazgan, turmining qiyin qistaqlarga bosh egmagan, Sharq Turkiston G'o'ljidagi el ichi tunilgan Ablat Qarajim 2019-yil 5-oyning 24-kuni og'ir zulmlar tufayli turmada shahid qilingan. Alloh marhumning shahodatini qabul qilib, yotgan yerini Firdavs jannatlarda qilsin. Ilm mashrab kollektivi aylaning tajisi bo'lgan xosiyatli Ramazon oyida iftorlik dasturxoni soldi. Bu iftorlik dasturxoniga 70 dan ko'p ayol va bolalar qatnashgan bo'lib, ular ilm mashrab kollektivining 2 yildan buyon moddiy va ma'naviy yordamiga erishib kelmoqda. İftar duasının aldıda ilm mashrab kollektivining ilmiy yetakchisi Qosimjon Damullam Uyg'urlarga bo'layotgan zulmning ko'tarilib ketishi haqida duo qildi. Shuning bilan bir vaqtda iftor oyoqlashganda ilm mashrab kollektivining ijtimoiy yetakchisi Said Ahmad apandimning yetakchiligida ziyofatga kelgan 70 ayolga hadiya tarqatish faoliyati olib berildi. Yigirma 9 may kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Morgan Ortagus maxsus so'z qilib, Xitoy hukumatini lagerlardagi Uyg'urlarni tizdan qo'yib o'tishga chaqiriq qildi. U so'zda Ramazon oyi oxirlashib, ro'zayt yiqilib kelayotgan mezgilda Xitoy hukumatining Uyg'urlarni zo'r ko'lamda bostirish harakatini hargizmi qabul qilib bo'lmaydiganligini, Amerika hukumatining 3 milliondan ortiq Uyg'urning hech qanday sababsiz tutqun qilinishidagi fojiadan bakmo andishiga tushganligini, lagerlardagi zulmlar haqida turli uchurlarning ko'plab ma'lum bo'layotganligini alohida ta'kidladi. Morgan Ortagus so'zining davomida Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirish harakatida Uyg'urlarni o'zlarining milliy kimligi va islom e'tiqodidan voz kechishga majburlayotganligini, Uyg'urlar uchun muqaddas hisoblanadigan Ramazon oyi mezgilida bo'lsa, Uyg'urlarning eng zo'r xo'rlanish va qiynoqlarga duch kelayotganligini, shunga bu holga tizdan xotima berib, lagerlardagi barliq tutqunlarning oilasidagilar bilan jam bo'lishiga hamda hid xo'shalligidan birlikda bahramon bo'lishiga yo'l qo'yishga chaqiriq qildi. Xitoy Yevropa navbatchi poyezining Urumchi yig'ilish markazi ishga kirishtirilgani 3 yil bo'ldi. Jami 2200 navbatchi poyez qatnab, navbatchi poyezlarni zichlash, doimli qatnashish oshirilib, Xitoy ichidagi korxonalarning sirtqa chiqishi, chet elning mollarini kirgizishni muqim ashyo obort kapolatiga ega qilgan. Egallanishicha, hozir Urumchi yig'ilish markazi yo'l qo'ygan navbatchi poyez liniyasi 21 ga yetib, O'rta Osiyo va Yevropadagi 19 davlatdagi 26 shaharga tutashtirib, 100 dan ortiq import-eksport korxonasi bilan hamkorlashgan ekan. Mal manbasi Guangzhou, Zhejiang, Sichuan, Shandong, Beijing, Shanghai, Chongqing qatorliq 10 o'lkadan iborat Xitoy markaziga bevosita qarashli shaharga yetgan ekan. Urumchi yig'ilish markazi Lianyungang porti, Qingdao porti qatorliqlar bilan hamkorlashib, Urumchidan Lianyungang porti orqali Hindistonning yangi Dehliga, Urumchidan Qingdao porti orqali Bengalga boradigan tosh yo'l, temir yo'l, dengiz yo'li birlashma transport navbatchi poyez yo'li qo'yilib, sharq-g'arb qo'sh liniyalik temir yo'l, dengiz birlashma transport yo'lini tunji qatim tutashtirgan ekan. Xitoyning janubiy qismiga ta'sir ko'rsatgan qor yomg'ir sababidan 7 kishi hayotidan ayrildi, 4 kishi yaralandi. Xinhua agentligining xabarida Xitoyning Guangxi Juangzhou avtonom rayonida 25-maydan beri qattiq yoqqan qor yomg'ir sababidan 29-may soat 15gacha 350 ming kishi ofatga uchirgan, 9 kishi o'lgan, 3 kishi yo'qolib ketgan, nurg'un kishilar yaralangan. 21 nahiyaga og'ir talafotlarni yetkazgan qor yomg'ir ofati sababidan 539 uy o'rilib tushgan, 230 ming gektarlik dehqonchilik maydoni ziyon uchirgan. Misrda harbiy oliy sud mahkamasi 3 shirkatga hujum qilish bilan ayblangan 17 javobgarni o'lim jazosiga hukm qildi. Misr adliya manbalarining bildirishicha, Misr harbiy oliy sud mahkamasi Shimoliy Qohira rayonlik harbiy sud mahkamasining 17 javobgar ustidan chiqargan hukmini tasdiqlagan. Oliy sud mahkamasi yana 19 javobgarga 25 yildan, 9 javobgarga 15 yildan, 1 javobgarga 10 yil muddatli qamoq jazosi berish hukmnomasini ma'qullagan. Javobgarlarning bu qarorga e'tiroz bildirish huquqi qolmagan. Iskandariya harbiy sud mahkamasi tarafidan 2016-2017 yillari 3 shirkatga hujum qilish bilan ayblanib, sudga tortilgan 48 javobgardan 36 ustidan 2018-yil 10-aprel kuni o'lim jazosi e'lon qilingan edi. Shimoliy Qohira harbiy sud mahkamasi 2018-yil 11-oktyabrda mazkur 36 kishidan 19 ga berilgan o'lim jazosini bekor qilib, muddatsiz qamoq jazosiga o'zgartgan.
Misrning poytaxti Qohira, Iskandariya va Tanta shaharlarida 2016-2017 yil aprelda 3 cherkov qilingan hujumlarda 82 kishi hayotdan ayrilgan edi. Xabarlarimizni ko'ringlar, rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.